Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Mundial kundalik dasturining navbatdagi soni. Dastavval bugungi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar anonsi bilan tanishing. Narkokartellar Ekvador terma jamoasiga tahdid qilganmidi? Jurnalist bu haqda shov-shuvli xabar chop etdi. Haqiqiy pul ishlash mashinasi. Afsonaviy futbolchi jahon chempionatidagi reklamalardan $24 million foyda topdi. Angliya nima uchun Meksikaga uchmadi? Ana xolos, Tunis a'zolarida doping aniqlandi. Tazyiqlarga uchragan Koreya ustozi mamlakatdan chiqib ketdi. Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Kecha va bugun Mundialning 16dan 1 finaldan o'rin olgan navbatdagi 3ta bellashuvi yakuniga yetdi. Misr terma jamoasi Avstraliya bilan ro'baro kelib, asosiy vaqtda murosa ko'chasini tanladi. 1-1. Keyin navbat penaltilar seriyasiga yetib keldi. Avstraliyaliklar bu uchun atayin tajribali darvozabon Matthew Ryanni maydonga tushirganiga qaramay, seriya 4-2 hisobida misrliklar foydasiga tugadi. Shunday qilib, Saloh yetakchiligidagi jamoa o'z tarixida ilk bor play-off bahsida g'alabani o'ziniki qildi. Navbatdagi juftlikda Argentin terma jamoasi Cabo Verde bilan uchrashib, katta qiyinchiliklar bilan zafar quchdi. Asosiy vaqtda 1-1 qayd etilgan bo'lsa, extra timer 3-2 hisobida argentinaliklar foydasiga hal bo'ldi. Shunday qilib, afsonaviy Messi jahon chempionatidagi 30-o'yinni o'tkazib, rekord ko'rsatkich qayd etdi. Bundan tashqari, u golli seriyasini ham davom ettirmoqda. Endi Argentina 8dan 1 finalda Misr bilan o'ynaydi. Kunning so'nggi uchrashuvida Kolumbiya Gana bilan bahs yuritib, kichik hisobda g'alaba qozondi. 1-0. Yagona gol 14-daqiqada John Arias tomonidan urildi. Endi kolumbiyaliklar 8dan 1 finalda Shveysariya bilan to'qnash keladi. Jahon chempionatlari endi yozda o'tkazilmasligi mumkin. FIFA ekstremal issiq ob-havo tufayli mundiallar taqvimini butunlay o'zgartirish ustida bosh qotirmoqda. Ayni kunlarda AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan jahon chempionatining anomal issiq ishtirokchilar va muxlislar uchun haqiqiy azobga aylandi. Masalan, Filadelfiyada o'tadigan Fransiya va Paragvay o'rtasidagi 8dan 1 final bahsida havo harorati 38 darajaga ko'tarilishi kutilyapti. Shaharda favqulodda issiqlik xavfi e'lon qilingan. FIFA ekspertlari Qatardagi qishki jahon chempionati futbol sifati va o'yinchilarning jismoniy holati uchun juda foydali bo'lganini eslashmoqda. To'g'ri, 2030-yilgi musobaqa Ispaniya, Portugaliya va Marokashda baribir yozda o'tadi. Ammo Marokashning Marrakesh shahridagi harorat 40 darajadan oshib hozirdanoq tashkilotchilarni xavotirga solyapti. Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan 2034-yilgi turnir katta ehtimol bilan yana qishda tashkil etiladi. Iqlim o'zgarishi millionlar o'yinini qishga ko'chirishga majbur qiladimi? Bu haqda yakuniy qaror 2030-yilgi mundialdan so'ng qabul qilinishi kutilmoqda. Maydonni tark etganiga yillar bo'lgan ersada pul topishda hali ham unga teng keladigani yo'q. Angliya terma jamoasi sobiq sardori afsonaviy David Beckham ayni kunlarda davom etayotgan jahon chempionatidagi reklama kompaniyalari orqali $24 million sof daromad olishi kutilmoqda. Futbol yulduzi musobaqa davomida dunyoning eng yirik brendlari Pepsi, McDonald's, Lay's, Adidas hamda AQShning yirik banklari va aloqa operatorlari roliklarida bosh qahramonga aylandi. Eng e'tiborli jihati, mundial start olishdan bir oy oldin Beckham rasman Buyuk Britaniya tarixidagi eng birinchi milliarder sportchiga aylanib ulgurgandi. Ushbu musobaqa esa uning boyligini yanada rekord darajaga oshirishga xizmat qilmoqda. Portugaliya terma jamoasining 16dan 1 finaldagi g'alabasidan so'ng Filadelfiya ko'chalarida aql bovar qilmas voqea sodir bo'ldi. Portugaliya Xorvatiya ustidan 2-1 hisobda g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'l olgach, Cristiano Ronaldo jamoa istiqomat qilayotgan mehmonxona balkoniga chiqib, muxlislarni qutladi. Forward bor ovoz bilan "Vamos" deb baqirganda, minglab muxlislar unga jo'r bo'lishdi. Uning ortidan terma jamoaning boshqa a'zolari ham balkonga chiqib, muxlislar bilan ushbu tarixiy g'alabani bayram qilishdi. Eslatib o'tamiz, ushbu bahsda Ronaldo penaltidan raqib darvozasini ishg'ol etdi. Bu gol orqali Cristiano jahon chempionatlari play-off bosqichida maydonga tushgan va gol urgan eng yoshi katta futbolchiga aylangan edi. Jahon chempionatlari tarixida 36 yil davomida buzilmagan rekord nihoyat yangilandi. Ispaniya terma jamoasi darvozaboni Unai Simon futbol tarixidan mustahkam joy oldi. Ispaniyalik pasbon oxirgi marta 2022-yilgi jahon chempionatida Yaponiyaga qarshi bahsda gol o'tkazib yuborgandi. Shundan beri uning darvozasiga hech kim yo'l topa olmayapti. Unai Simon o'zining seriyasini 8dan 1 finalda Cristiano Ronaldo boshliq Portugaliyaga qarshi bahsda ham davom ettira oladimi? Buni tez orada bilib olamiz. Jahon chempionati play-offidan o'rin olgan Meksika va Ekvador uchrashuvi arafasida futbolchilarga to'g'ridan-to'g'ri narkokartellar tomonidan tahdid bo'lgani aytilmoqda. Taniqli jurnalist Eduardo Feymanning shov-shuvli bayonotiga ko'ra, Meksikaning eng xavfli narkokartellaridan biri Ekvador terma jamoasining 5 nafar futbolchisi bilan bog'langan. Jinoyatchilar futbolchilarning Ekvador va Meksikadagi oila a'zolari haqida maxfiy va batafsil ma'lumotlarni qo'lga kiritib, agar ular Azteca stadionidagi bahsda mezbonlarga yutqazib bermasa, oilalari
organlariga zarar yetkazish bilan tahdid qilgan. Bu mudhish bosim futbolchilarning ruhiy holatiga jiddiy ta'sir qilgan. Rasmiy tashkilotlari, jumladan Ekvador futbol federatsiyasi bu ma'lumotni hozircha inkor ham etmadi, tasdiqlamadi ham. Ammo eng shubhali jihati, uchrashuv haqiqatan ham Meksikaning 2-0 hisobida g'alabasi bilan yakunlandi va Ekvador musobaqani tark etdi. Bu shunchaki shov-shuvmi yoki futbol ortidagi jinoiy o'yinlar? Hozirda mazkur holat bo'yicha surishtiruvlar boshlangani aytilmoqda. Keyingi bosqichga yo'l olgan Meksikani endi Angliyaga qarshi o'yin kutmoqda. Meksika bilan bog'liq xabarlarni davom ettiramiz. Angliya terma jamoasi jahon chempionati play-off uchrashuvi oldidan Mexiko shahriga uchish vaqtini qoldirdi. Tomas Tuxel shogirdlari 8-1 finaldagi Meksikaga qarshi o'yin oldidan rejalashtirilgan parvozni bekor qilib, AQShning Kansas City bazasida qolishga qaror qildi. Bunga meksikalik ashaddiy muxlislar tomonidan bo'ladigan kuchli bosim va eng asosiysi taktik mashg'ulotlarni yashirincha kuzatish, ya'ni shpionlik xavfi sabab bo'lgan. Inglizlarning bunday xavotirga tushishi bejiz emas. O'tgan haftada Ekvador terma jamoasi xuddi shunday muammoga duch kelgandi. Meksikalik fanatlar ekvadorlik futbolchilarning mehmonxonasi oldida shovqin ko'tarib, ularga uxlashga va xotirjam tayyorgarlik ko'rishga yo'l qo'yishmagan. Natijada Meksika 2-0 hisobida g'alaba qozongan. Ekvador esa muxlislar ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritgan edi. Tomas Tuxelning bu ishi Angliyani mezbonlar bosimidan qutqarib, ijobiy natijaga olib chiqadimi? 6-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 5:00 da boshlanadigan dahshatli to'qnashuvni o'tkazib yubormang. Meksika mavzusidan uzilmagan holda davom etamiz. Jahon chempionatida ishtirok etgan Tunis terma jamoasining 1,8 nafar futbolchisida doping test musbat natijani ko'rsatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, futbolchilarning qonidan nafas yo'llarini kengaytiruvchi VADA tomonidan taqiqlangan modda topilgan. Biroq bu yerda futbolchilarning qasddan doping qabul qilgani so'roq ostida. Chunki ushbu taqiqlangan modda Tunis terma jamoasi Meksikadagi o'quv mashg'ulotlari bazasida bo'lgan vaqtida sifatsiz va zaharlangan go'sht mahsulotlari orqali ularning organizmiga tushgan bo'lishi ham mumkin. Hozirda mazkur futbolchilar to'p tepadigan klublar vaziyatdan rasman ogohlantirilgan. Eslatib o'tamiz, omadsizlikka uchragan Tunis terma jamoasi mundialni guruh bosqichidayoq tark etib bo'lgandi. Musobaqadagi ilk o'yindagi mag'lubiyatdan so'ng mamlakat futbol federatsiyasi bosh murabbiyi Sabri Liamushini zudlik bilan iste'foga chiqargandi. Meksika go'shti tunislik futbolchilarning boshiga balo bo'ladi shekilli. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Jahon chempionatidagi omadsiz natija jinoiy tahdidlarga aylanib ketdi. Koreya terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Hon Myonbo hayotiga bo'lgan xavf sababli mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Koreya jahon chempionati guruh bosqichida Chexiyani yutgan bo'lsa-da, Meksika va Jarga mag'lub bo'lib, musobaqani erta tark etdi. Shundan so'ng 57 yoshli murabbiy iste'foga chiqdi, ammo vatanida unga nisbatan dahshatli ta'qib boshlandi. Koreya terma jamoasi delegatsiyasi aeroportga qo'nganida murabbiyni ko'plab muxlislar haqoratlari bilan kutib oldi. Internetda uni o'ldirish bilan tahdid qilishgani sababli aeroportga 100 dan ortiq politsiya safarbar etildi. Vaziyat qattiqlashgach, Hon Myonbo niqob va kepka kiyib yashirincha AQShga uchib ketdi. Mazkur omadsizlik mamlakatda siyosiy darajaga chiqdi. Koreya prezidenti terma jamoani shaxsan tanqid qilib, sport vazirligiga futbol assotsiatsiyasida tekshiruv o'tkazishni buyurdi. Mag'lubiyatni kechirmagan vatandoshlari bosimi murabbiyni o'z yurtidan badarg'a qildi. Xo'sh, koreys futbolidagi ushbu inqiroz qanday yakun topadi? Kuzatishda davom etamiz. Endi navbatni qiziqarli videolardan iborat bo'lgan no comment rukniga beramiz. Yaxshi! Rubbing your eyes, man. बेटी बोलो मेसी मेसी बोलो बोलो मेसी की ऐसी की तैसी रोनाल्डो शुई
Bugundan 8dan 1 final bosqichiga start beriladi. Bu bosqichdagi ilk o'yin Kanada hamda Marokash o'rtasida kechadi. Mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan 22:00 da boshlanadi. Keyingi juftlikda yulduzli Fransiya terma jamoasi Paragvay bilan to'qnash keladi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan tungi 2:00 da start oladi. Bu bugungi sondan o'rin olgan so'nggi ma'lumot edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha.